Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyemizni başlayımız. Leksiyada sizi gajırız, Washington'dan sözleyimiz. Evvel yeni leksiyani başlaştım burun vatandaşlarımdan keçirim yak apı okuluşunu soraydığınım. Ahırkı leksiyalerde ötken katım Cungo Devlet Mahkemesi'nin azası degen söz, Yağıncıçı'nı degen söz. Yağıncıçı devlet azası dep kitip kaptı. Onu tözütüp anlaşılacağını ümit kılımın. Anda ikincisi Prezident Trump Amerika Devlet Meclisi'nin birleşme yığınında nutq sözledi degen söz, leksiya sözledi dep eğitilip kaptı. Şuna sizlerden apı sorayman hürmetli vatandaşlarım. Bugün başlayacağız yeni leksiyanın yeni temisi mundaq. Prezident Trump Amerika'nın yoşuran düşmanlarına mundaq dedi. Eğer biz her bir kuch işiltidigan bolsak, sen köp avarçılık kalısan. Mavzula haber 3. ayının 4. günü Amerika Avazı'nın Xitay Tili programması e'lon qilin. Haber mundaq başlan. Washington. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Mushayapti dengiz armiyasi paraxotlari qatoriga kiradigan yangidan yasalgan avtomatikaga uchib berib, Amerika'nın her bir kuchini qaytadan jonlantirishga qasam qildi. Prezident Trump haftaning 4. günü Amerika'nın her bir kuchiga simbol bo'la oladigan, balki yaqinda Amerika dengiz armiyasi harbiy paraxotlarining qatoriga qo'shiladigan port belgilik avtomatikani nutq so'zlash sahnasi qilganligi chong ahamiyatga ega. Avtomatikaga ega dengiz armiyasi qurish. 12 dona avtomatikaga ega dengiz armiyasi qurish. Aldı bilen Prezident Trump Amerika armiyasının yanı güçlü, tengdassız ekanligini dunyoga oshkorlashdi. Onundan qalsa Amerika Devlet Meclisiga iltimos qilib, davlat mudofaa hamchotini 10% oshirishni talab qilib, harbiy kuchni oshirish, jumladan texnik ko'p harbiy qurol-yarog' tayyorlashni umid qilatdi. Yuqorqi nutqning ikki chong ahamiyati mana shu yerda dedi. Prezident Trump nutq so'zlaganda Amerikaning yo'shirin dushmanlariga ogohlantirish berib bunday ko'rsatdi. Sizlar Amerika bilan qarshilashmanglar. Agar undaq bo'lmaydi ekan, oqibatga o'ta qila olmaysizlar. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Bu avtomatikalar ve port belgilik avtomatika kelgusida Amerika dengiz armiyasining harbiy kuchini kengaytirdi ve o'stirdi. Muhim vazifalarni ijro qilish iqtidorini o'stirdi. Yaxshisi biz harbiy kuchni ishlatmaylik qo'yaylik. Agar biz harbiy kuchni ishlatadigan bo'lsak, ularning ovarchiligi, ya'ni Amerikaning yo'shirin dushmanlarining ovarchiligi ko'paydi. Prezident Trump Amerika'nın yo'shirin düşmanının kim ekanligini eg'izga olmadi. Belki Prezident Trump Oqsaroy kirib vazifaga o'ltirib, uzun o'tmay Karl Vinson belgilik avtomatika harbiy paraxotlar guruhini Janubiy dengizga chorlashga o'tdi. Mushu payt mushu daqiqada Karl Vinson belgilik avtomatika Jungo davomli tilga oladigan g'arbiy taqim orollar ve Huangyanda Huang arılı etrafıda ağırlıkta çarlaş elip berivatıdır. Prezident Trump uruş kılışını qoğlaşmaydı. Eğer uruş kıldıgan bolsa çokum galba kılıdı. Dep görsət. Prezident Trump biz uruş kılışını qoğlaşmayımız. Eğer uruş kıldıgan bolsak çokum galba kılımız. Prezident Trump hükümetinin her bir gücünü aşırıp yo'shirin düşman bilan qarshilashni ba'zilarni andishiga soldi. Prezident Trump nutqida bunday ko'rsatdi. Harbiy kuchni oshirish Amerika armiyasiga zarur bo'lgan qurolni berish, balki urushni cheklash uchundir. Agar urush qilish zaruriyatlar bo'ladi ekan, bu urushda cho'qim g'alaba qilishimiz zarur. Asya Tinch Okean rayoniga muvofiqlashgan harbiy paraxotlar qurilmasi. Kichik mavzu. Amerika Qo'shma Shtatlari navbatda muhim tahdid manbalarini
4'kə 1 qoşqan halda görsətdi. Yəni Rusiya, Cungo, Çavşen, İran, Taşqırdan qoşqanda radikal İslam qrupları. Belki Asiya Tinch okean rayoni bexatarligi Amerika armiyasi diqqat qiladigan muhim nuqtadir. Nutqning ichida balki deydi, Asiya Tinch okean rayonining bexatarligi Amerika armiyasi diqqat qiladigan muhim nuqtadir. Növbətdə, hətta kelgüsü bir mezgilgacha Janubiy dengiz və Sharqiy dengizning vaziyati keskin bo'ladi. Mudofaa ishlari mutaxassisi Beryan Clark Amerika armiyasi 40 dona kichik tipli Carter yasab chiqishni o'ttirib qo'yib, Carter Janubiy Jungo dengizida odatdagi harakatlarda intayin muhim rol o'ynaydi deb hisobladi. Clark bunday ko'rsatdi. Agar bu yerda kichik tipli paraxutni ishlatadigan bo'lsang, masalan, raketa hisoblangan Carterlarni qo'g'lig'uchi paraxutlarni ishlasang, dushman tarafdan harbiy paraxutlarga yaqin kelib, o'q chiqara olasan, signal bera olasan. Avtomatlarni ishlatishga qaraganda Carter va kichik tipli paraxutlarni ishlatib, dushman paraxutlariga hujum qilsang, kuchi va iqtidori toza moslashgan bo'ladi deb ko'rsatdi tadqiqotchi Clark. Jungo hafta oxiri o'tkaziladigan yillik xalq vakillar qurultayida yangi bir yillik davlat mudofaa xomchotini o'ttirib qo'ydi. Kishilar umumyuzlik mundaq faraz qilishdi. Jungo davlat mudofaa xomchotini yildan yilga oshirishni davomlashtirdi. Biz yo'ldoshlarga bu xabarni yetkazdik. Demek hozirgi eng muhim nuqta Asiya Tinch okean rayoni nuqtasi. Asiya Tinch okean rayoni ko'z tutganda harbiy kuchni oshirish prezident Trump hukumatining navbatdagi vazifasi yoki majburiyati bo'lib qoldi degan gap. Demak, bu yerda jakarlayotgan Amerika Qo'shma Shtatlarining yoshirin dushmani, demak, Osiyoga qartilgan bo'lsa, Osiyoda boshqa kishi emas, boshqa davlat emas. Dal bu Jungo Amerika Qo'shma Shtatlarining yoshirin dushmanidir.